Barchaga salom bolalar. Mana ismim Kompot. Mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun biz har doimgidek o'zimizni topdinglar polizimizga chiqamiz. Nimaga bugun xursandsan deydiganlar bo'lsa, endi qaranglar, mana ko'rishinglar mumkin, bizda zumradli ketmon bor. Ya'ni obunachilar kelinglar, shuni urroq deyaylik, boydan beri ketmon deyman, bir o'tgan yildan beri bir ketmon deb toza charchamadim. Nima desam bo'ladi, zumradli urog'imizda bor. Ko'rib turganinglardek, ajoyib. Xo'p, mayli nima bo'lganda ham obunachilar o'zimizni ajoyib g'aroyib ishlarimizni qilmasak umuman bo'lmaydi. Yaxshi davay barchasini buzamiz deb. Oppa, men qaranglar, mana shunday bo'lib, qaranglar bir pasga pa o'kta, ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib, g'aroyib. Nima desam bo'ladi? Uroq desak ham bo'ladi bu narsani. O'zi uroqga nimalar deyapman, mayli. Bo'lmasa mana shularni davay mana shuni qo'yib chiqamiz, oppanlar mayli. Agar obunachilar bizga video roligimizga yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha bizning Telegram kanalimizda bor, Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Okey, normal. Oppa, ajoyib. Ana chotki bo'ldi, ana endi ketsam bo'ladi. Xo'sh, короче biza bor-ku, mana bu har xil rangli, rang-barang zumradlarni yashirishimiz kerak. Barikdan u bargakka biza. Juda ham ko'p. Barikdan tushunyapsanmi? Ha? Juda ham ko'p bankdan nimaga u bardi o'zi? Obunachilar, nima deyapti? Bankdan bizni zumradni o'margan bizni deyaptimi? Tushunmadim. Davay tezroq yashirishimiz kerak. Yaxshi. Juda ham ko'p-da lekin, ha? Juda ko'p. Mayli do'stim, tezroq yashir. Xo'p. Tushunmadim. Obunachilar, bular bankda o'maribdimi? Tushunmadim. Qachon o'marishga ulgurdi bular? Mana bu qishloqlar. Mana bu qishloqlar bankda o'marishyapti shekilli. Ya'ni bankda o'margan bular o'zini zumradlarini yashirishmoqchi. Buni tezroq politsiyaga aytmasam bo'lmaydi obunachilar. Ha, men o'zim prostatakni birorta ish qila olmayman obunachilar, sababi bu politsiyaga tegishli ish. Nima bo'lganda ham obunachilar, hozir men tezroq politsiyaga telefon qilishim kerak. Ko'rinmayapti-da, qani zumradlar qanday qilib ko'rinsa bo'ladi-ya? Mana bu yerdan ko'rinarmikan? Mayli obunachilar, to'xtanglar undan ko'ra. Biz hozir Ajoyib. Bak juda ham zo'r kino ekanda. Mana shu zumradlarni ham bekor o'maribdi-da shu odam lekin. Kino zo'r qiziq ketmoqda. Gapirma lekin zo'r qiziq ketmoqda. Mayli. Bu qara, zumradlarni yashiryapti. Juda ham zo'r qiziq ketyapti. Mayli. Mayli, tomosha qilaveraylikchi. xo'sh, obunachilar, biz tezroq politsiyaga telefon qilishimiz kerak. Ha. Chunki ular jinoyat ish qilishgan. Oppa, normalniy. Alo, politsiyami bu? Bu politsiya, nima bo'ldi? Короче, mana bu yerda keling-da, mana bu yerda nima desam bo'ladi? Keldi, nima bo'ldi? Короче, qarang, mana bu yerda, mana bu uyda ichida zumradni o'marishgan. Har xil rangli, rang-barang zumradni o'marishibdi bankdan. Tushunmadim. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Ha? Mana shuni aytyapman-da, mana shu o'marishgan. Shu nimadir qilaylik, buni qamashimiz kerak, to'g'rimi? Uka, boshqa hazildan boshqa birorta ishing yo'qmi? Agarda yana bir marta shunaqa hazil qilsang, men seni ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa hazil emas bu, janob. Bu mana shular o'g'irlashgan. Xo'sh, qani. Xo'sh, nima bo'lar ekan? Oppa, normalniy obunachilar, hozir politsiya kirib ketdi. Janob, nima bo'ldi? Hazil degandim-ku, yana bir marta shunaqa hazil qilsang, sen bilan alohida gaplashamiz. Seni qamab qo'yaman. O'zimning boshqa ishlarim ham bor. Ketib qoldi. Politsiya. Obunachilar, uni qaranglar bor. Voy, nimalar bo'lyapti? Men politsiyadan ham yashirishib, politsiyani aldashibdi-da bular, qisqasi. Qanday tushunsam bo'ladi, bilmadim. Voy, qanday qilib birorta yo'li bo'lish kerak, to'g'rimi? Xo'sh, qanaqa yo'li bor ekan-a? Qanday qilib? Mayli. Qanday qilib hozir men o'sha oydinlik kiritib olishim kerak. Politsiya ham nima desam bo'ladi? Umuman yordam bermasa kerak qidirishga. Ha, obunachilar, to'g'ri, politsiya ham yordam bermaydi. Ana endi obunachilar, biz majbur, biz o'zimiz nima desam bo'ladi? Ishimizni aniq qilishimizga. To'g'ri. O'zimizga, ya'ni aniqlik kiritib olishimiz kerak. Xo'p, kechroq kirsammikan yoki bilmadim, ertalab. Xo'sh, obunachilar, qaranglar. Kechroq bo'lishi juda ham ko'p o'yladim. Kechroq kirish menimcha ajoyib deb o'yladim. Mayli, bo'lmasa sekinlik bilan kiramiz-da. Xo'sh, juda ham yomon bo'lmoqda-da obunachilar. Mayli, bo'lmasa sizda mana shu maskachani kiyib olamiz obunachilar. Endi nima uchun bu maska? Chunki meni endi bilib qolishmasin deyman-da. Normalniy, qani ular nima qilishyapti ekan? Xo'sh.
Mana bu qo'shnimni uyidan boshlaymiz birinchi. Ha. Hop, normalniy uxlayaptimikan? Uxlayapti ekan obunachilar. Mana endi mana shu qo'shnimni uyini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, juda ham yomon boru. Menimcha obunachilar, bu mana bu uxlayapti. Mana shu yerlarda bo'lishi kerak. Qani Zumrad? Qani Zumrad? Tushmadim. Zumrad yo'q obunachilar. Zumrad qayerda bo'lishi mumkin, a? Uy, ehtiyot bo'lamiz. Voy, kim bor uyimda? Hech kim yo'q uyingda. Qishloqqa. Normalniy obunachilar munqirlik juda ham yomon bo'lmoqda boru. Mayli. Xo'sh, asta-sekinlik bilan shunday qilib olamiz-da, buzamiz. Hop, qayerlarda bo'lishi mumkin, a? Qayerlarda bo'lishi mumkin obunachilar? Men hozir o'ylayapman-da. Xo'sh. Mana shu yerlarda bormikan? Bu yerlarda ham yo'q, pastlarda-chi? Pastlarda ham yo'q. Obunachilar munqirlar, bu yerda hech nima yo'q to'g'rirog'i. Qanday qilib yashirgan bo'lishi mumkin, a? Yoki boshqa uyda yashirganmikan, a? Bo'lishi mumkin, lekin bo'lishi mumkin. Boshqa uyga yashirishgan bo'lishi mumkin. Mayli bo'lmasa qani tashqariga chiqaylik-chi. Xo'sh. Hop. Mana bu yerda ochib ko'ramiz. Hoy. Kim bor? Tushunmadim. Obunachilar, bu yerda hech kim yo'q, yaxshi. Mana endi sizga qaraymiz. Mana shu uyda ham bo'lishi mumkin obunachilar. Bu oddiy zumradlar, merda zumradlari. Xo'sh. Bu yerlarda-chi? Bu yerlarda ham oddiy, hech nima yo'q. G'alati. Mayli. Bo'lmasa yaxshilab qarayveraychi, chiqib qolar biror nima. Xo'sh. Obunachilar juda ham yomon bo'lmoqda, boki juda yomon. Mayli. Hop. Mana bu yerlarga qaraymiz. Bu yerlarda-chi? Bu yerlarda ham yo'q, hech nima yo'q. Voy, chinorson. Qayerlarda bo'lishi mumkin? Qayerga yashirgan bo'lishi mumkin? Bunchalik odam shu ustri bo'lib bilmadim. Qandaydir qilib yashirishibdi. Men odatda bir pasga topib olardim, lekin shu safar topish qiyin bo'lyapti. Ha, to'g'ri. Topish juda ham qiyin bo'lmoqda, mayli. Bo'lmasa yaxshilab atrofdan qaraychi. Xo'sh. Bu yerlarda nima bor ekan? Bu yerlarda hech nima yo'q ekan. Menimcha borib boshqa uyni tekshirishimiz kerak. Ana u yerdagi baland uyni tekshirib ko'rishimiz kerak. Ajoyib, mayli. Bo'lmasa asta-sekinlik bilan kiramiz-da. Hoppa, eshik ochiq ekan. Yaxshi, mana bu yerda televizor bor ekan. Mayli, televizorga e'tibor bermaymiz. Bizga eng muhimi aytsam bo'ladi. Nima edi? Ha, bizga muhim narsa mana bu Zumrad. Qayerda ekan Zumrad? Xo'sh, bu yerlarda Zumrad yo'q. Qayerda ekan? Mana bu pastlarda bo'lishi mumkin Zumrad. Ha, to'g'ri. Tushunmadim, sen o'g'ri. O'g'ri. Sen nimaga bu yerga kirding, mani uyimga? Tushunmadim. Men kampotman, kampot. Qishloqda men prosta tekshirgan keluvdim. Hozir politsiyaga telefon qilaman, qanday qilib kampot bo'lishi mumkin, Kampot bu uyga kirib, nima kerak kampotga bu uyga kirib, buzib kirib. Sen nima qilyapsan? To'xta, mana men kampotman, meni ko'rishing mumkin. Mana men kampotman. Kampot? Nima qilyapsan bu yerda? Tushunmadim. Men sizlarni yashirib qo'ygan zumradlaringizni qidirayotgandim. Bankdan o'margan yashirib qo'ygan zumradlaringiz bor-ku. Qisqasi boya ertalab gaplashayotgandinglar-ku, mana shu shoqlar bilan o'tirib. Nima? Bankdan o'margan zumrad nima haqida gapiryapsan? Boya ertalab, men ertalabdan shu o'tirib olib, ikkita qishloqqa bo'lib gaplashib o'tiruvdinglar-ku, o'shani aytyapman-da men. O'sha rang-barang zumradni aytyapman. Nima edi? Men, rang-barang zumradni yashirmoqchisizlar, tushunyapsizlarmi? Rang-barang zumrad. Sen nima anavi kinoda aytyapsanmi? Voy, borib biz kino ko'rayotgandik. Kinoda shunaqa gap gapirilgan. Rostdanmi? Qanaqa kino ekan, tushunmadim. Sen kino ko'rmabsan, politsiya deb sen chaqirdingmi? Ha, men chaqirdim politsiyani. Qaytib politsiya kelibdi ekan dedimi? Kinoni birinchi ko'rish kerak boku. Ha, men bilmagan ekanim boru. Lekin bu kulgili emas. Men hozir o'yladimki, sizlar shu haqiqiy bank zumardinglar deb o'ylabman. Endi mana shu uyni to'g'irlab qo'yasan, lekin tushundingmi? Kampot, shunchalik ham odam bo'ladimi? Bizni ota-bobolarimiz aytishgan. 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi deydilar. Sen o'zing eshitgan gapiga bunaqa qilib, tiray olalar. Bo'ldi. Qishloqqa bo'lib to'g'irlab beraman. To'g'ri aytding, lekin 100 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi ekan. Obunachilar qaranglar, bizda adashibmiz. Boru, bilmabman, Men o'ylabmanki, sizlar shu
Men bu bankni umarib, shu mana shu har xilcha rangli zumradlarni yashirib qo'ymoqchisizlar, yashirib bo'linglar, topolmayapman deb o'ylabman. Kapot, mayli bo'lsa 7gacha ko'rishamiz. Mayli bo'lmasin. Xo'sh, qishloqlar shunaqa gaplash qilib, Kapot, shunchalik bo'ladi be odam. va bo'l qishloqlar. Ha, endi odam adashishi mumkinmi? Ha, endi qadam bilib o'tiribman mana shu yerdan. Endi eshitilib qolgani uchun men o'ylavdimki, shu sizlar o'maryapsizlar deb. Biz kino ko'rayotgandik, kino. Hey, kapot. Sen bilmaysan-da, bak judayam zo'r qiziq kino lekin. Ha, endi qadam bilib o'tiribman. Mana men endi sizlar o'margansizlar deb o'ylabman. Endi men shunga vahima qilibman-da. Endi mayli. Bo'pti, qishloqlar. Mahallada obunachlarni ko'rishingiz mumkin. Biz adashibmiz. Lekin obunachlar sizlarga videorolik yoqdimi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi men to'g'ri ish qildimmi, shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli obunachlar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr.